6 ta ishtirokchi dachaga qamaldi. Va xuddi shu paytdan boshlab hammalarining ko'zini yumamiz. Ya'ni ularning ko'rish qobiliyatini yo'qotamiz. Va ana endi kim oxirgi bo'lib ko'zini ochsa, million so'm qo'lga kiritadi. Va ishonaveringlar, bu narsa juda ham qiyin. Nimaga bunaqa deyotganim esa videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Va biz sizlar uchun yana bir yangi challenge oldik. Albatta bu uchun like bosib qo'ying. Va endi bo'lmasa kim oxirgi bo'lib ko'zini ochsa yutadi challenge boshlandi. 5 yillik karyeramdagi birinchi fan встречani o'tkazmoqchiman. Xuddi shu paytda stop do'stlar. Men hozir sizlar bilan chin ko'ngildan gaplashmoqchiman. Bu shunaqa reklama emas. Esingizda bo'lsa, Omonxon YouTube kanali 1 million bo'lganda, biz bu natijani ko'chada ham nishonlagandik. 2 million bo'lganimizda esa dachada blogerlar bilan birgalikda nishonlagandim. Va hozirgi paytda esa bizning YouTube kanalida 2 million 900 mingga yaqin obunachi bor. Ya'ni bu degani 3 million obunachiga juda ham oz qoldi va bu 3 million obunachini ham o'ziga xos ravishda nishonlashimiz kerak. Va bu safar men 3 million obunachini juda ham noodatiy nishonlamoqchiman va sizlar bilan nishonlayman. Va mana shu joyda. Bu Anhor parki va biz mana shu Anhor parkida o'zimizni 3 million obunachiga erishishimizni nishonlamoqchiman va bu natijani obunachilarimiz bilan birga nishonlashimiz uchun mana shunaqa katta joy oldik. Va eng muhimi do'stlar, kirish mutlaqo bepul va albatta kelganlar shaxsan o'zimdan juda ham ko'plab sovg'alar yutib oladi va o'zimni million so'mlik challenge'imda qatnashadi. Ya'ni biz o'sha joy o'zida obunachilar bilan birgalikda challenge ham o'tkazamiz. Mana shu o'zbek YouTube'dagi eng katta tadbir, ya'ni Omonxon YouTube kanali 3 million bo'lishini qachon bo'lishi aniq sanasini esa men sizlarga bundan keyingi videoda aytaman, chunki biz aynan 3 million bo'lgan paytiga to'g'lamoqchimiz. Qachon вообще odamlar obuna bo'lishini biz oldin ayta olmaymiz, lekin 2 million 950 ming bo'lgandan keyin biz taxminan 50 ming 5 kunda qo'shilsa kerak deb turib sizlarga bir aniq vaqtni aytamiz. Ham yana eng qiziq joyi 10 ga yaqin sizlar taniydigan mana YouTube kanalimdagi mashhur blogerlar ham mana shu bir katta shou dasturimizda bo'ladi. Albatta keraklar, chunki kirish mutlaqo bepul. Qolgan hamma ma'lumotlarni esa sizlar mana Telegramim va Instagramimni kuzatib borsanglar aytib o'taman, chunki bilasizlar YouTube'ga masalan bitta ma'lumot berish uchun uni ko'p montaj qilish kerak. Tezkor ma'lumotlar esa albatta Telegramga va yoki Instagramga stories orqali qo'yish juda ham oson. Shuning uchun ham o'tda albatta kuzatinglar. Chunki bunaqa bir katta shoudan quruq qolmanglar. Chunki axir o'zbek YouTube'dagi eng katta shou-shoulardan biriga o'zingizlar guvoh bo'lishingiz kerak. Buni bepul payt kelmasa bilmadim. Va endi do'stlar, yanada rostini aytganda, bu men yoshligidagi orzuyim. Men yoshligida eng YouTube boshlatganda, Vladash Terin yoki amerikanskiy Mr. Beast yana boshqa YouTuberlarni ko'rganimda, ular har doim o'z muxlislarini yig'sa juda ham ko'p odam to'planardi. Sahnadan turib, "Atsa hamma ular ismini aytib baqirardi." Ammo ko'rib, O'zbekistonda ham shunaqa bir fanatizm yoki bir shunaqa bir kuzatuvchilar bormikan deb orzu qilardim. Va mana hozir bizning aktivimiz yoki bizning bir darajamiz shunga yetib kelgandek ko'ryaptiki, men shu narsani O'zbekistonda birinchi bo'lib mana shu riskka borib, qo'rqmasdan shu ishni qilmoqchiman. Iltimos, meni uyaltirib qo'ymanglar. Men sizlarni hammalarni qo'llab-quvvatlashga kutaman. 1000, 2000 farqi yo'q, qancha odam kelsa ham, muhimi biz hammaga o'zimizni aktivimizni va bizni naqadar kuchliligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Anhor parkida, xudo xolisa, 100% iyun oyida emas, iyul, ya'ni bundan keyingi oyda, ya'ni yozning o'rta oyida